charchab ketdim. Video yoqavergan-ku. Yo'q, hammaga salom do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Bu videomizda yangi qishloqqa ko'chib boraman. O'tgan video ko'chib borganimda u bir kunda tsunami bo'ldi, yonib nimadir bo'ldi, jitillamay qoldi. Просто jitillani o'zimni qurilayotgan nimada qishloqqa yubordim, qarash kerak ekan. Orqamdan qishloq yetib keldimmi? 14-qishloqqa. Короче, do'stlar, shunaqa bo'ldi, yo'lda davomini tushuntiraman. Shunaqa bo'ldi. Yubordik, ishchilar kerak edi. Mana fermerlik qilgan, fermer kiyimlari bilan yuribdi va qo'lga ketdim. Mana narsalar bor. Endi mer yoniga kirib chiqsam bo'ldi. Mer mana mashinada Odil aka. Assalomu alaykum. Odil akani taniysizmi aka? Amak. Brat. Mana Odil aka, merni qidiryapsanmi? Ha, men merni qidiryotgandim. Assalomu alaykum. Mer yaxshimisiz, tuzimsiz? Uy yo'qmi deyim sizda? Judayam kerak edi-da uy. Sen 13-qishloqdan jo'natishdimi? Ha, 13-qishloqdan jo'natishdi. Bo'pti, mana yo'limdagi tashlandiq uy bor. Tekinga berasan, yutib bersan, taniyman. Agar yutib bermaganingda ikki dona izor to'lardi. O'zi bilmayman. Ishtonim bor. O'zimga kerak deb ishton. O'zingga qo'lar tozalasang senga. Rahmat. Do'stlar, mana ko'rganinglarda uy so'radim. Bunaqa kiyim olgansan, mana haqiqiy skinimni ko'rsataman. Mana nima bunaqa kiyim olgansan desanglar, mer shunaqa tayinladi. Men qiz bola emasman, u bitta o'tgan videoyimda bitta amal so'kmay qo'ygan. O'sha, короче, sen o'g'il bo'lasan, lekin qiz bola skinini qo'yibsan dedi. To'g'ri, men qiz bola skinini qo'yganimizda, lekin ichim o'g'il bolani. Skinim o'chib ketibdi. Skin modi. Menga unaqa gapirmaydi, yozmaydi. Negativlar kerak emas. Endi qani videoni boshlaymiz. Endi bilan kiyib olishim kerak. Do'stlar, o'zim Minecraftga qaytdim. Shunaqangi sog'indim, versiyasi o'zgarib ketgandi. Zo'rg'a versiyalarini topdim. Mana nihoyat shunaqangi orzu qilgandim. Voy bu. Buncha sifat hamma joy. O'ynab yo'q. Endi ketdik, birinchi ishni bundan boshlaymiz. Yengidek ko'rinyapti-da. Amal nicho. Bo'ldi, endi mana tiklarni tozalaymiz. Tepadagilarni bo'ldi do'stlar. Bir pasda qilib tashladik. 12 ta dona chiqdi. Mana to'g'ridan. Просто chiroyli ko'rinarmikan? Nima qilib qo'ysammikin shunaqa qilib? Vaqt cho'zimiz ketdik. Naridan daraxt yoqib kelamiz, bu yerdan so'raymiz. Bu topib ketdi. Ana bormikan? Nima tapur. Meniki bor edi, olib kelishimni chiqib. Musorga tashlaveramiz. Baribir kerak. Qani ko'rdingizlar? Taburni uyini tuzat. Bitta men gapimni eshitganda berdingiz. O'zimni go'rligi so'rasida men bitta ko'rib oynada ovoz eshitilib turadi. Ovozi o'shanga men ko'rib qoldim. Tapur olganlikka o'tgan ekansan, berdim. Rahmat. Qishloqda internet bo'larmikan so'raymiz keyin ketdi. To'g'ri. Mana bitta bor ekan. Mayli, endi suqsi qilamiz. Qani ko'rindi. Bunday bor. Do'stlar,
40 tanemiz bor, balki yetsa kerak. Vay, ana olishimizni chiqardik-ku. Yana qaytib kelamiz mana. Yo'q, 2-3 narida olsak bo'ldi edi. Merga yetamiz. Yo'q, narida bor, narida jungli bor, o'sha yerdan olib kelamiz. Chunki bu chiroyli turibdi, ma'lumotlar. Qanaqadir haykalga o'xshab turibdi-da, chiroyli. O'shaning uchun temir qo'ya qolamiz do'stlar. Mer qo'rqitsam haydab yuborishi mumkin-da. O'shaning uchun do'stlar uncha baland gapira olmayman. Shamolladim, tomog'im bo'g'ilib qolgan, o'shaning uchun baland gapira olmayman. Lekin harakat qilaman. Mana bu daraxtni olamiz, bir ikkita. Yetarmikin bir ikkita degan savol bor. Bu 4 ta yetadi. Buni o'zi o'sib chiqadi, chunki ko'p anlarda ko'rganman, o'sib chiqqan. O'yinda o'ynaganda, ana qishlog'im. Balg'ing yeb qoldi-da, hozir do'stlar Minecraft. O'xti, ana unga temir qo'yamiz. Borgandan keyin yoqaman videoni. Bo'ldi, kelib qoldim do'stlar. Yo, bu tilagi bunaqa taxtini ichi bo'la qo'ymaydi-ku. Mayli, necha kerak bo'lib qoladi. Mashallah. Mancha uyga kattaroq qilamizmi do'stlar? Biz turamiz. Toshlarni bizmaymiz-da. Qaraylik ko'radi. Remont qilsang o'zingga dedi-ku. Shuning uchun mashina bo'ldi mana. Kattaroq joy bo'ldi. Mana bitta pechkalar tursa bo'ldi do'stlar. Men kattaroq joy qilib qo'ydim. Chiroyli mana. Necha? Nima etikasini bilmadim. Lekin chiroyli turibdi. Bittasini yerga olib beramiz, yerda yo'q. Ikkalasini bizni bilmadim. Mer janoblarim, men sizga naryoqqa qo'ydim. Ne qo'yib bo'lmayapti? Sen nariyoq turibding. So'ngina moshinga tiq. Ular gap yo'q, alfogizu. Ana gap mak. Bitta bundan yana taxtalar kerak. Hali rosa ko'p taxtalar kerak do'stlar. Janko. Naqtirib yana taxta demayli. Do'stlar mana bir stak 16 ta ana qildim. Topdim. Endi qishloqqa boramiz. Mana do'stlar, endi mashina qoldiramiz deb bundan olib bitta buni qo'yamiz. 63 ta. 3 ta. 63 ta dedim. Ne unaqa qilsam deganlik bu men polizdan ko'pchilik o'g'irlab ketyapti. Ani ham men polizdan emas, sotib olishga harakat qilaman. Buni boya videoni to'xtatganda qo'limga qopdi. Yerdan qopdim. Qarang, videoni to'xtatdim. To'g'risini aytaman.
Videoni to'xtatdim, короче, yig'ib olib kelaman dedim. Meri yoniga kirdim. Keyin aytdim, Meri bilan gaplashdim, mani salib oldim, короче. Dedi. Keyin xo'p dedim, bo'ldi mana. Necha kunda o'sadi endi bu? Bo'ldi. Bo'ldi do'stlar. Bitta eshik qoldi. Bo'ldi. Hamma narsamni joylashtiraman keyin do'stlar. Eshik qo'yamiz. Bu video zo'r chiqmagan bo'lsa keyingi videolar dahshat. Bundan ham zo'r videolar chiqadi. 100% aminman. Chunki bu gal men endi Minecraftga kirib kelyapman. Bunisiga aynan. Sandiq yasash esimdan chiqibdi-ku. O'shaning uchun men do'stlar aniqman nimada kam gapirib kam gap bo'lmaydi. Shundoq qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi sizlarni joylarimni joylashtirib oldim. Bo'ldi. Bo'ldi ana do'stlar. Joylashtirdim. Endi narsalarni sunduqqa qo'yib qo'ysam. Bo'ldi. Uyimiz bor, shu joyda hozir xayrlashamiz chunki video tugab qoldi. Uyqularim kelib ketdi, kechqurun olaman. Hammaga xayr do'stlar, sog' omon bo'linglar.